Xo'p, akalar, sizlarga har doim aytaman, laboni olgandan tunuka qoplatib qo'yiladi deb. Mana akamiz labosini endi tunuka qoplatishga olib keldi. Olganiga 1 yildan oshgan ekan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, zanglab ketgan o'zi mana. Chirishni boshlaydi bu. Hamma joyi valna bo'lib ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun labo oldinglarmi, iloji boricha olgandan. Agar xarajatdan chiqib qoladigan bo'lsa, 1-2 oy ichida tunuka qoplatib olish kerak. Bortlarda ham ahvoli og'ir bo'lib qolgan. Xo'p, mana shu holatda biz tunuka qoplab beramiz. Ko'rib turibsizlar. Pol 1-2lik, 3 ta bor, salonni orqasini ham 1-2lik qilib berganmiz. Pollari polni splashnoy. Aytib o'tganimdek, tunuka qoplashning asosiy sababi avtomobilingiz pol bortlarini mana bunaqa zanglashtirishini oldini oladi. Xo'p, kimga shunaqa tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Bizning manzillarimiz Samarqand, Buxoro, Navoiy shaharlarida mavjud. Va bu tunukamiz narxi 1.700.000 so'm bo'ladi. Pol 1-2, 3 ta bort va salon orqasi ham 1-2lik bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar.